Hozir bitta qiziqarli narsa bo'ldi-da. Men o'z o'rtog'im bilan Tokioga bir ikkita ish bilan keldik, bir ikkita dokument topshirish kerak edi. O'rtog'im где-то o'sha shomlarga yaqin qaytib ketdi-da. Men aytdim, men tipa ozgina yuraman, keyin o'zim ketaveraman, sen boraverdimda. Keldim-da. Tipa bu joylarda aylanib yuribman-da. Keyin ko'chadagi random bitta skameykaga o'tirdim-da. Uxlab qopman, hozir soat 10:30da turibman-da. Vot. Keyin qaytishga hozir bitta ham nima poyezd yo'q yoki avtobus yo'q. Yamanashi prefekturasidan men yashagan joydan rosa uzoqda turibman-da. Hozir endi mana shu haqida vlog qilyapman. Endi bilmadim. Endi mashina bo'lishdan tema chiqib qoldi-da. Tokioda bomjlik qilishdi vlogi. Hozir men nima qilishni bilmadim. Uyquga to'yganman, sovuq emas va prosta yuribman-da. Qilishga ham narsa yo'q. Keyingi poyezd kelguncha ancha vaqt bordi. U vaqt ichida men zerikib qolaman. Hey guys, hello. You guys speak English? That look good. Yeah, anytime. Please take this thing away, please. Don't video any person. Take it to that side. Okay, or sorry. Off it, or you take it to that side. Alright, I just wanted to talk to you. Off it or take it that way. So these people weren't very friendly. Men kстати kafeda o'tirganimda, to'g'rimda 3-4 odamlar kelib o'tirishdi-da. O'zbek tiliga o'xshagan tilda gapirishni boshlashdi. Men aytdim, qaytansizlar deb. Keyin endi что было ожиданно, они сказали, что они из Турции. Endi masalan turklarni baribir nimasi turklar tili o'zbeklarga o'xshaydi-ku. Keyin ular aytishyapti, что Yaponiyada 9 kunganmiz, biz turistmiz. 3 kunini уже bitirib oldik. Ertaga boshqa prefekturaga boramiz deyapti. Вот. Va nomer nima yo Instagramini olmayapman-da. Они показались крутыми челами. Yo. Musorni ko'ryapsizlarmi? Mana musorni. Вообще. Мороженое olish uchun juda sovuq ko'cha. Just water. Просто suv. Давай, короче, mana magazinga kiramiz. Nesh pul ekan? Narxi yo'qmi? Nihoyatda art zo'rga o'xshayapti. Piksel artlar bor ekan mana. Son Goku'ning futbolkasi bor ekan. Jojo'ning tursiga bor ekan. Sasuke'ning futbolkasi bor ekan. Этих персонажей не знаю. Yo, Godzilla. Yo, One Piece. Bu nima mushukka maskami endi? Xullas meni planim hozir xullas namoz o'qiydigan joy bor ekanda, sal 16 minutlikmi, 15 minutlik bu yerdan uzoqroq yo'lda. O'shga boraman, tam so'rayman. Bu yer короче 24/7 ochiq ekanda. O'shga borib so'rayman, tam bomdodgacha ozgina uxlolsam maylimi deymanda, keyin ular okey deyishi mumkin. Okey degandan keyin men bomdodgacha uxlayman, bomdodda o'qiyman, og'izda yopaman-da, keyin ketaman. Bu kстати bu Ramazondan keyin aytaman, chunki Ramazondan keyin ham 6 kun tutib qo'yish nimasi bor-ku, tipa sunnati bor-ku. O'shuning uchun aytaman. Hammaga доброе утро. Masjidda xullas kelibman-da, masjidga kiribman. Sразу uxlab qolibman-da. Keyin mana hozir bomdodga turib o'qib chiqdim. Bu yerda hech kim na ozon chaqirmadi, na qomatda ham aytgani yo'qdi. O'zim azon chaqira olib, o'zim tam bitta o'zim masjidda o'qib oldim. Hozir уже ertalab tushyapti. Sovuqligi uchun bitta kofe oldim. Shunaqa gaplar. O'zi zaryadkam kamligi uchun vlogni davom ettirmoqchi emas edim, lekin power bank bor ekan. Power bank oldim. Hali O'zbekistonda ham bor-ku. Endi через приложение оплатani qilib power bankni oladi. Tam yarim soat, 1 soatcha ishlatib keyin bitta joyga, boshqa joydagi o'sha power bank stansiyasiga qo'yib qo'yadi. O'shanaqani oldim. Bu yerda lekin относительно arzonroq ekan.
Вот, hozir meni qiladigan planim bu anaqaga boraman. Посольствоga boraman. Bugun jumaligi вообще esimdan chiqib qolibdi boru. Hozir men unda посольствоga borishim kerak edi. Посольство soat 9 da ochiladi. Hozir soat ugadaychi nechi? Soat 5:30. Men hali plus minus 3 soatdan sal ko'proq vaqt kutishim kerak. U ochiladi. Men chellar bilan gaplashib kelaman, keyin masjidga, shu yerdagi masjidga boraman. Tokio Jami degan masjidda birinchi marta juma namozini o'qiyotgan bo'laman. Kamera что-то kirmi? О, вроде так лучше. Мама. Hozir buni so'qat ketganligi uchun hozir maska taqib oldim. Cho'ta ertalablar endi baribir shunaqa sovuq bo'ladi-yu. Anyway, mana qaranglar, da. Ishga kirish yopiq ekanda, к сожалению. Tokioda bitta suvga bitta temple bor. Hozir o'shga ketyapman. O'tgan yil ham kelganman, lekin unda где-то martda oxirlari edi. Sakura hali chiqmadi. Вот. Hozir lekin ko'rsanglar. Bu yerda bu templedan tashqari Makka borganda chiroyli sakura bor. Sakuradan keyin o'tganda bu yerda bitta chiroyli tualet bor. Undan keyin yana bitta sakura bor. Undan ham qiziqrog'i mana bitta твое имя degan animedan lokatsiya bor. Bu joy juda populyarniy. Turistlar bu yerga kelishadi. Chiroyli. Undan yog'iga video olish esimdan chiqib qolibdi, o'shuning uchun tugadi.